Qancha aytyapsiz? 28 kam bor deyapmiz. 24. Azizbek olib beryapsiz. Aziz. Necha litr suti bor aka? 8 litr. 55 deyapsiz kami bor. 55 million so'm kam bor. Bu necha litr suti bor? Ikkitasi 10 to'la bor aka. Yo'q, ha? Tog'a, yana bilan qancha aytyapsiz? Assalomu alaykum. 40 million so'm kam bor. Bolasi qancha? Sigir 5 oylik bo'g'oz. Do'stlar, sigir 5 oylik bo'g'oz. Bolasi ko'rib turibsizlar, sifat zo'r. Necha litr suti bor aka? 8 litr. Do'stlar, 8 litr suti bor ekan. Nechinchi bolasi dedingiz buni? 4-chi bolasi buni. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, yaxshi, juda sifati bor. Qayerda moli bu? Bayovut. Do'stlar, Sirdaryo viloyat Bayovut tumanidagi do'stlar. Bayovutda kim agar podpischilarimiz bo'lsa, akani pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol orqa chiqasizlar, savdo qilaverasizlar do'stlar. 5 oylik bo'g'oz sigir. Aka, qancha aytyapsiz? Bozor qancha qildi? Narx chiqadimi? 40 so'rayapmiz. Bozor 37,5. Ha, do'stlar, 40 so'rayapti. Bozor 37,5 million so'm qilibdi do'stlar. Nomer qoldiramizmi aka? Bayovutda podpischilarimiz o'zi sizga chiqadi, xudo xolasa. Ayting nomer. 94lik 165 04 11 raqamiga aloqalashib ko'rasiz. Xo'p do'stlar, hammasini xudo xolasa yana bolalarda hammasini olishga harakat qilamiz. Men jiyanim. Ha do'stlar, bitta olib ketaveramiz do'stlar. Qolgan joyidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Siz bilan ena bo'lammi bular? Ha, ona bola, mana bu. Ha, ena bola. Nargis ya? Mana do'stlar, ikkalasi. Mana ena bola, ikkinchi qorin. Qayerda moli? Samarqand. Samarqand qayer? Urgut tumanida mana do'stlar. Qancha aytyapsiz? Bozor qancha qildi? 5 aytyapmiz. 45 so'rayapti. 45 so'rayapti. Do'stlar, 55 million so'm aytilyapti. Endi bu 55 millionda bo'lgan sabab bor do'stlar. Bolasi sifat mana ko'rib turibsizlar. Bunojina bolasi. Erkakmi? O, mana do'stlar, shuning uchun ham mana bovoqcha bo'lganligi uchun olamiz. Shuni olib o'tib ketaman-da. Necha litr suti bor? Ikkitasi 10 to'la bor aka. Yo'q, ha? Ikkitasi 10 to'la bo'ladi. Mana ikkitasidan do'stlar mana 10 litr sut olaman deyapti do'stlar. Bolasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. O'zingiz qancha bo'lsa berib yuborasiz aka? So'ramiz. Ham bozorda endi bozor so'rasa, 50 ta sal olsa beradi do'stlar. Telefon raqam aka. Shart emasmi? Do'stlar, ma'lumotni qilib qo'yarsa, xudo xolasa, bu shu bozor sotib oladi deyapmiz. Mayli aka, omadingiz bersin. Charchamang. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ena bo'la aka. Qancha bo'lyapti? 55 deyapsiz kami bor. 55 million so'm kam bor. Bu domoschi ekan-a? Yo'q, yo'q. Bunojinmi? Ha, do'stlar, bunojin. Necha oylik bu? Oylik emas, 4 kunlik bu. Молодец buni. Lekin yaxshi ekanda, bu oylikka o'xshab turibdi. Do'stlar, 4 kunlik hali buzoqcha do'stlar mana. Ko'rib turibsizlar, juda sifat. So'rayapsiz. Men 55 deyapman aka. Qani bor kelishib beraman aka. 25 ta suti bor aka. Ha? 50 dan o'tib beraman aka. 50 dan o'tib silab beraman. Tosh. Hol 25 ta suti bor aka. Ay billati yo'q molda aka. Shu kam bo'lgan ekan o'zingizga. Aytdi. Ha. Buni naqsifat o'zingizga. Hay dedim aka. Ko'rinishiga qarab hay dedim. Yo'q, Yetmon aka. hay dedim. Do'stlar, 55 million deyapti. Akaniki 45 million so'm tushiryapmiz. Hadi. Hop do'stlar, bitta olib ketaveramiz. Assalomu alaykum tog'a.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsiz. Ena bola qancha aytyapsiz? 28 kam bor deyapmiz. 24 qilyapti. Ha, 28 kami bor. 24 bozor qilyapti. Qayerda moli? 11 oxir. Mana do'stlar 11-sovxozda moli. Ko'raverasizlar. Bolasi 13-chami? Erkak. Ha, erkakcha ekan. Novozcha ekan do'stlar. Necha litr suti bor? 8 litr. 8 litr suti. Endi qancha qilyapti dedingiz bozor? 24. 24 million so'm. Qancha bo'lsa beraverasiz? 24 ga qancha o'tsin? 25 bo'lsa beraman. 25 bo'lsa berasiz. Telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting. 94. 94lik 198. 198 0186. 0186 telefoniga aloqa qilsa, xudo xolasa akamizning telefonlashib, ena bolani savdo qilsalang bo'ladi do'stlar. Assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Ena bolani qancha aytyapsiz? 40 million. Kelishiladigan joyi bor. Ha, do'stlar 40 million so'm kelishiladigan joyi bor. Qayerda moli? 9-sovxoz. 3-sovxoz do'stlar. Bolasi novozcha. Do'stlar bolasi novozcha 40 million so'mga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz do'stlar. Bozor qancha qildi? O'zingiz qancha aytyapsiz? 32 qilyapti. Ha, do'stlar 32. Bozor 32 deyapti do'stlar. Nomer qoldiramizmi? Telefon nomer? Yo'q. Ha, bu bozor sotilib ketadi do'stlar. Buni ma'lumot uchun qabul qilib qo'yaverasiz. Rahmat aka, savdongiz bersin. Xo'p do'stlar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ma'lumot olsak bo'ladimi? Ma'lumot olsak bo'ladimi? Olavering, men tushiraman. Bo'ldi, siz tushunmayman, ma'lumot olaman. Xo'p do'stlar, navbatdagi ena bolani, ena bolani narxini so'raymiz do'stlar. Qancha aytyapsiz aka molni ena bolaga? 35 deymiz. 35 kelishiladigan joyi bor. Qayerda mol? Do'stlar, do'stlikda mol 35 kelishiladigan joyi bor. Bozor qancha qildi? Hali qilmayman, endi kelsa. Ha, do'stlar, ko'raverasizlar. Nechinchi qorin bu? 3-chi qoringa mana. Va o'zimiz og'aylarga bir olib qo'yaylik. Ha, do'stlar, savdo bo'layotgan joyda olamiz. Azizbek olib beryapsiz. Aziz. 35 ming so'ragan bilan bozorga qarab kamiga berib ketyapsiz-ku. To'g'rimi? Kamiga berib ketyapsiz. Rozimisiz? Kecha o ko'nchida 11 mingga bermay hozir berib Qancha aytyapsiz? Ha? Qanchaga qilyapsiz? Sizlar qancha qilyapsiz? 34. Do'stlar, buni mana shu ena bolani aka 40 million so'm so'rayapti. 34 million so'mga baraka so'rayapmiz. Bolasi novozchami? Qayerda moli? Zomindagi. Yomon makam sotasizlar. Aziz naryoqda boya hozir 35,5 millionga kattani bor-ku. Men anasi nima bilmadim-ku, ola katta. O'shani 35,5 million so'm bo'lsa. Bolasi novoz. Ha, 35 ga bundan katta bo'ladi. Bolasi. Ha, shuni aytyapman-da, bu hozircha emas-ku, просто ha? Ha. Ha, do'stlar, navbatdagi ena bolalar so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Qaysi bursoda bo'lyapti? Qancha bo'lyapti bu onani? 50 million so'mga. Ena bola-ya? Ha, yo'q, ona qo'yib chiqaring. 50 million so'm do'stlar. Mana bolasi bor.
Yana bolan qancha aytyapsiz? Yana bolan 35 kelishlarning joyi bor ha? Qayerda moli? Ha, do'stlikda moli. 35 million so'm kelishiladigan joyi bor, do'stlikda. Necha litr suti bor tog'a? Ha tog'a, necha litr suti bor? 10 litrdan ziyod. 10 litrdan ziyod, ha? 10 litrdan ziyod bo'lsa. Bolasi novvoscha. Uni qanchaga aytyapti? Qancha suvda bo'lyapti? 26. Do'stlar, 26 million so'm bor. Savdo bo'lyapti. Savdo bo'layotgan joylar. Aka, buni qancha bozor qancha qildi? Bozor qancha qildi? 32 million qildi. Nechinchi qorin aka? Ikkinchisi. Ikkinchi qorin. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 94lik 341 341 36 36 raqamiga aloqa qilsa, xudo xolasa, mana ko'rib turibsiz, sifat ena bola, bolasi novvoscha. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka nomerga chiqaverasizlar.